Assalomu alaykum. Bugungi safarimiz Toshkent viloyatining go'zal va obod hududlaridan biri Qibray tumanidagi Ma'rifat mahallasiga boshlab keldi. Qibray tumani azaldan Toshkent vohasining go'zal maskanlaridan biri bo'lgan. Toshkent viloyati Qibray tumani Salar shaharchasidagi Ma'rifat mahallasi asosan shu ma'rifat tarqatuvchi, shu ziyolilar, o'qituvchilar, shifokorlar oilasi bo'lgan. Shu bilan mening mahallam ko'rsatuvining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Biz bilan qoling, tarixni birgalikda o'rganamiz.